17 mm 17. oqqani Aha. sekvestr Ha, grijaydi. 17 aha. 90% yaxshi bo'ldik. Bo'ldi-da. Buxorodan keldingiz. Qayerda aytib o'tmaylik. Nima shikoyat bilan keldingiz? Shikoyatingizni aytib bering. Shikoyatimiz endi grija shu beldagi Grija razmeri qancha edi? Grijani razmeri 7 mm ga 17 mm 17. oqqani Aha. sekvestr Ha, grijaydi. 17 edi. Aha. Xo'p. 9 kundan beri davolandik. 7-kuni Allohga shukr oyoqda uyushlari, og'riqlari pasayib yo'qoldi desa ham bo'ladi. Beldagi og'riq ham yo'qoldi desa bo'ladi. Xo'p, harakatingiz yaxshi bo'lib qoldi. Harakat yaxshi bo'ldi. Yengillashib oldingiz. Ikki oyoqni ham bir xil bosib, Bosishlar yaxshi. bosishlar yaxshi. Unday og'riqlar bezovta qilmayapti, uyushlar bezovta qilmayapti. Og'riqlar yo'q. Faqat uxlab turgandan keyin sal odam mashq qilib tursa, mana salgina baribir hali bijir Kamroq bor. endi 5% mi desa bo'ladi. Misol uchun где-то bir 85-90% yaxshi bo'ldi. 90% yaxshi bo'ldik. Allohga shukr, yana bir endi yurib tursak 20 minut tavsiya berganingizdek, kuni bo'yida bir 20 minut yurib, mashqlarni qilsak, Xudo xolasa so'rilib ketadi degan umiddaman. Nasib bo'lsa. Hozir ham mana ukollar qildik-ku, so'riltiruvchi ukollar. Mana shu ham so'riltiraveradi. O'shaning uchun uni boya so'rilish bosqichi bo'lgancha bijirlashlar kamaydi hammasi. Xudo xolasa uyga borasiz, uydan keyin boya tavsiyalarga amal qilib turasiz, shu bilan yaxshi bo'lib ketadi. Alloh shifo bersin. O'zingiz asrang. Rahmat.